Yemang rahmingizga. Necha kilolik chiqadimi? Ikkita ko'zda har bir Qo'yni o'z oyog'idan osib so'yishadi degan gapni ko'pchilik eshitgan. Lekin qo'yni o'zini go'ngiga o'zini pishirishni ko'pchilik bilmasa kerak. To'raga charchamayapsizmi? Yaxshiraman. Biz hozir ayni damda mana Qashqadaryo G'uzor tumanida yo'lchi tandiriga kelganmiz. Ko'pchilikka mashhur ekan, ko'pchilik sevib iste'mol qilgan yoqda. Ko'pchilik qo'yni o'zini go'ngida, o'zini tezagida pishiradi desa hayron qolishadi. Buni hayron qoladigan joyi yo'q. Mana qurutilgan qopda turar ekan. Mana bu holatda bosib qo'yishgan mana. Ya'ni o'zimizda ham qishloq sharoitlarda o'sha tezakni tap qilib yopishadi, ya'ni non yopishadi, boshqa qiladi. Xuddi shunaqa narsa endi bu ham. Mana o'zi yonib kul bo'lgan endi bu. Boshlang'ich yonishida mana shunaqa. Ayni damda hozir mana tandir, ya'ni o'sha qo'yni pishgan jarayonni ochish jarayoni mana. Necha soat damlab qo'yiladimi? 1,5 soatda pishib chiqadi. Ikkita qo'y. Ikkita qo'y osiladi. Ikkita qo'y osiladi. Ularga necha yildan beri shu sohadasiz? 8 yildan buyon shu yerda 8 yildan beri mana. Qani bismillah. Ikkita qo'y bor ekan shuning ichida. Ichida ikkita. Mana bu o'zini hasiflari. O'ziniga ham? Ha, o'zini hasiflari. Bay mana. Ich ko'rinyapti. To'g'ri. Qo'zichoq. Qo'zichoq bilan? Shiroz. 15-20 kilolik qo'zichoq. Ha, gidroplastik tommasi bilan har bir simda tandir go'shti yeyishga kelganmiz. To'ra akam o'zlari mana 8 yillik tajribaga ega ekanlar. Qoching. Olib keling to'g'ri. Ya'ni pishirish jarayoni buni mana ichiga go'ng solinar ekan, ya'ni olov o'rniga, o'tin o'rniga mana shuni qo'yib, shuni yoqishar ekan. Mana shu holatda tayyor bo'lib chiqadi. Necha qo'zichoq. Rahmingiz kelyaptimi? Yemang rahmingizga. Necha kilolik chiqadimi? Ikkita ko'zda har bir 15-20 kilolik yeydi. Jo'g'i qanaqa endi buni? Ha, mana bu qolgan ha? Ha. Ko'mirga o'xshab nima qolar ekan-da? Ha, qop-qora bo'lib qoladi. Qop-qora. Keling, mehmonlar. Mana pishirish bizdan xizmat. Osh bo'lsin. Kelib qoling, olib qoling dedi. Qashqadaryoga kelgan inson tandir go'shti yemasdan ketmasligi kerak. Nima dedingiz, To'raga? Ha, shunday, xuddi shunday. Kelingizlar mana. Kelingizlar mana. Yo'lchi tandir. G'uzor tumanida Yozmani Gidroplast kompaniyasi bilan yo'lchi tandirga keldik. Tomonimiz bilan hozir birgalikda tanovul qilib ko'ramiz. Mabodo Qarshiga yo'lingiz tushsa, sizlar ham tashrif buyurib kelishingiz mumkin. Tegidagi nima? Idish. Idishga qo'yiladi, yog'lar tushadi. Ha, birinchi idish qo'yib. Idish qo'yib. Bu o'zidan oqib tushgan yog'lar. O'zidan oqib tushgan yog'lar. Bu nimaga ishlatadi keyin? Somsaga, patirlarga, hamma narsaga, ovqatlarga zo'r ta'm beradi. Ha, ta'm shirin. Ya'ni uvol bo'lmasa ekanda o'zini yog'i. Yo'q. Hech narsa ana bo'lmaydi. Mikrofonni ehtiyot qiling, mikrofonni tushmaydi. Hazillayapti. Archani qo'yib yuborasiz, shunaqa. Ha, mana archa tashlanadi. Ana bo'lgani bu. Pishib chiqqandan keyin chiqarib tashlanadi. Eko o'tinda endi bu ham. Ha. Nechta tandir bor hozir bu yerda? 12 ta, 6 ta bu yerda, 6 ta bu yerda. Deyarli hammasida tayyorlanadimi? Hozir mavsum payti qachon? Yangi yilda, bayramlarda. Mavsumda? Hamma 12 ta tandir ham ishlaydi. Yaxshi, barakasini bersin. Salomat bo'ling. Mayli, charchamang. Qo'li eng shirin joyi hisoblanadi, yog'lardan. Ay, go'zallik yaramdi. Yoqimli ishtaqa. Kelinglar. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlagan joyga, xohlagan viloyatga yetkazib berish xizmati ham bor ekan mana. G'uzor yo'lchi tandir go'shti.